Ana yerga shekani qarang. 6 oydan beri ishlab, o'g'li bilan bitta jentrali bo'ldi. Nima qilibsan? Azobni. O'g'lingizni qarang, sizni qarang, qizingizni qarang. O'zing yo'rmasan. Bolam, bolam, Husan, bolajonim, sopga. O'zingga ke. Kimsizlar sizlar? Onayman men seni. Xotin, o'g'lingni to'shla miyasi ketdi buni. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Hozir o'ziga keltiraman buni. Husan? Yigit cho'pon bo'ladi, qiz boyvachcha bo'ladi. Husan, rostdan hech narsa eslolmayapsan? Farhodga yuborgan videoyi rasmlarning hammasi esimda. Uchi. Dadasi, endi o'g'lingizni xotin topib uylantiraman deganimda, tomi ketib o'tiribdi o'g'lingizda. Endi nimasini aytasan? Men mana qo'shnining qizini ko'z ostimga olib o'tirdim. Dada, O'g'ling keldi. kecha kunda hammasini esladim. Yo'q, kecha nima bo'ldi o'g'lim? Kecha kafega olib bordingiz. Keyin oldingizga bitta ayol keldi-da, ayanga aytma deb menga 10 ming berib jo'natib yubordingiz-ku. Esladim hammasini. O'g'lingiz eslabdi. Bana, 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 vay, vay, vay.